прямом эфире на телеканале «Спорт». Рядом со мной Сарвар Акбаров. Это представитель группы «Шар». Поздравляю вас с замечательной наградой. Как настроение, как пробежали 10 километров? 10 километров пробежал достаточно легко, так как это не первое участие на таких марафонах. В прошлом году участвовал на 4 марафонах, и это первый марафон в этом году. Знаете, то, что мы бежим, это одна, но то, что вот это здесь атмосфера, где собрались люди, заряженные энергией, это словами не передать, нужно здесь быть, участвовать на таких марафонах, да, почувствовать. И еще один момент, я хоть из шоу-бизнеса, 21 год, как я уже работаю в ансамбле Вооруженных сил Республики Узбекистан. Ух ты! Так что сегодня участие это для меня особенный день. Среди людей искусств тоже есть, которые увлекаются спортом. Вот я сегодня не один тут. Тут со мной бежит наш брат, тоже певец, солист группы «Анор» Карен Гафурджанов. Вот он должен... Ждем его на финише. Ждем на финише, да. Sarvar aka, sizni ko'rganimizdan juda xursandmiz va harbiy xizmatchilar, vatanimiz posbonlaridan tashqari estrada yulduzlari ham ushbu marafonda ishtirok etishyapti. Mana Karen aka Gafurjonov hozir yugurib keldilar. Karen aka, keling, jonli efirda Sport telekanali orqali xonandalarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Assalomu alaykum Karen aka. Karen Gafurjonov Anor guruhi solisti hozirgina yetib keldilar va eksklyuziv tarzda jonli efirda Sport telekanaliga intervyu berishga tayyorlar. Nafaslarini rostlab 10 kilometr masofani bosib o'tish qiyin bo'lmadimi? Ozgina qiyin bo'ldi. Lekin maqsad o'zi to'xtamaslik bo'lgan. Ya'ni shunchaki yurib ketishga o'tib ketmaslik. Faqatgina 10 kilometr masofani yugurib o'tish. Xudoga shukr, yugurib o'tdim. Biz sizni tabriklaymiz. Bugungi kun g'olibi siz o'zingiz uchun ham va Karen aka Gafurjonovni biz faqat yugurishda emas, balki fitness zallarida ham ko'rib turamiz. Sport sizni doimiy intervyu qilganmiz sport zalda. Umuman Sarvar aka, xonandalar uchun sport begona emas, to'g'rimi? Kasb ham taqozo qiladi sport bilan shug'ullanishga. Albatta, bilasizmi, endi san'atkorlar xalqning orasida alohida bir kuzatib turishadi. San'atkorlar shuning uchun nafaqat bir qo'shiq ijro bilan, balki o'zimizni turishimiz, o'zimizni sog'lom turmush tarzimiz bilan, yana endi sahna turgandan keyin baribir kasb bilan kelgandan keyin bir chiroyli turish kerak. Sport nafaqat san'atga, umuman inson hayotida juda ham keraklik, chunki sog' tanda sog'lom aql deydi. Har doim energiyaga boy bo'lib yurishimiz kerak. Aytasiz va qo'shiq ijro etish uchun ham hozir Karen aka so'zlarimni ta'kidlaydilar. Aynan yugurish juda foyda beradi. O'pkaga albatta kengaytiradi, o'pkani nafas olishni mustahkam qiladi. Hozir umuman olganda inson o'zini ruhiyatini, jismonan holatini har doim komfortda tutsa, bu yaxshi emas. Orada albatta o'sha komfort chegarasidan o'tish kerak. Odam o'ziga qanaqadir bir shartlar qo'yib, qanaqadir bir murakkab vaziyatlarga qo'yib, o'zini o'shalarni yengisi, ana o'shanda yanada o'sish bo'ladi-da. Karen aka, albatta bugungi marafon o'zgacha. Vatanimiz posbonlari yaqindagina 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'tkazilyapti bugungi tadbir va harbiylar asosan ishtirok etishyapti. Umuman har birimizni qalbimizda, umuman yigit kishilarning qalbida vataniga bo'lgan mehr o'zgacha, to'g'rimi? Albatta. Bu to'g'ri aytyapsiz. Bugun o'zi mana shu aqllik sezilyapti. Boringlarga shukr. Tilak etsam maylimi? To'g'ri, men ozgincha hozir nafasimni rostlashim uchun ozgincha vaqt kerak. Chunki 10 kilometr masofadan keyin hozir intervyu beryapti. 10 kilometr shunchaki yurib emas, yugurib. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allohim sizlarni eng saralangan yaxshiliklari bilan siylasin. Rahmat sizlarga. Sarvar aka, bugungi taassurotlaringiz va o'ylaymanki tomoshabinlarga ham tilaklaringizni izhor etishingiz mumkin. Albatta, hali aytib o'tgandek, bugungi taassurotlarim juda ham zo'r, chunki bilasizmi, hali aytib o'tganimdek, yugurish o'zga, lekin bu yoqdagi yig'ilganlar mehmonlaridagi atmosfera, har bir insonni oldinga qo'ygan maqsad tomon intilishi, u energiyaga to'lib kelishi, bilasizmi, juda ham bir o'zgacha kuch beradi. Albatta, Karen akam aytganlaridek, shu
harbiylarimiz bor ekanki, biz xotirjam bo'lganimizdan keyin mana shunaqa bayramlar, mana shunaqa tadbirlar o'tkaziladiki, ular uchun alohida o'z minnatdorchilik bildiramiz va alohida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Markaziy ashlov raqs ansambli xonandasi sifatida ansambl nomidan barcha yurtdoshlarimizni, barcha harbiylarimizni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ularning oilalariga ham tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Eng yaxshi tilaklarimiz sizlar uchun. Qatnashing shunaqangi marafonlarda. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Aziz teletomoshabinlar, qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar, nima ish qilishinglardan qat'iy nazar, men g'olibman deyish hammaga nasib qilsin. Azizlar, bugun har birimiz o'zimizni g'olib sifatida his qilyapmiz va biz bilan estrada yulduzlari birga ekanligidan juda ham xursandmiz va meni fikrimga Marina qo'shimcha qiladilar. Да, мы действительно желаем, чтобы на вашей груди всегда было побольше таких медалей с надписью «Мен Голеб», и вы всегда были участниками подобных мероприятий и приходили, поддерживали не только спортсменов, но и население нашей страны, потому что действительно руководство страны, глава государства вкладывает большие возможности для популяризации спорта в массы и активный образ жизни, и это мероприятие тому пример. Абсолютно с вами согласен. Это объединяющее, это дающее вдохновение, это устремляющее, укрепляющее. В общем, это такие мероприятия, они очень важны для общества. Почему? Потому что ты приходишь сюда, и ты чувствуешь это единство, вот это единение, стремление к единой цели, и это реально вдохновляет. Мы желаем вам новых побед в новом сезоне. Будьте чаще частью данного мероприятия. Карен Гафурджанов, Сарвар Акбаров. Сегодня в рамках данного военно-патриотического забега «Мен Голеб». Мы продолжаем.